Biogeometriya sohasidagi mashhur olim, ushbu fanni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shgan Shveysariya universiteti professori doktor Ibrohim Karim Alloh taoloning go'zal ismlari insonning ichki a'zolariga ta'sir ko'rsatib, ko'plab kasalliklarni davolashini kashf etdi. U Alloh taoloning go'zal ismlari insonning immunitet tizimiga samarali ta'sir ko'rsatib, qaysisi necha bor takror aytilsa, qanday kasalliklarga shifo bo'lishini aniqladi. Doktor Ibrohim Karim ovoz to'lqinlari yordamida Alloh taoloning har bir ismi tilga olinganda tanadagi energiya quvvati qanchalik faol harakatlana boshlashini aniqladi. 3 yillik jiddiy izlanish va tadqiqotlardan keyin doktor quyidagi xulosaga keldi. Alloh taoloning As-Sami har bir narsani eshituvchi ismi quloq og'rig'i va og'irligida 211 marta o'qiladi. Al-Jabbor oliy qadar, ulug'. Uning oldida o'zgalar o'zini xor tutadi. Ismi umurtqa pog'onasi va uning xastaligidan qutulish uchun o'qib yuriladi. Al-Badi o'xshashi yo'q narsalarni keltiruvchi ismi soch va uning jonsizligi muammosida 117 marta o'qiladi. Al-Qoviy quvvatli zot ismi mushaklardagi og'riqlarga qarshi 147 marta o'qiladi. Ar-Razzoq ko'plab rizq beruvchi ismi yurak mushaklari shifosi uchun 339 marta o'qiladi. Al-Jalil sifatlarida ulug'likka ega bo'lgan zot ismi saratonga qarshi 102 marta o'qiladi. An-Nofi manfaat beruvchi ismi suyak kasalliklarida 232 marta aytiladi. Ar-Rauf o'ta shafqatli va mehribon ismi tizza va bo'g'im kasalliklarida 318 marta o'qiladi. Zuljaloli val ikrom sharaf va kamol egasi, karam va ikrom egasi ismi qazg'oq va soch kasalliklarida 102 marta o'qiladi. Al-Vahhob ko'plab ne'matlarni behisob beruvchi ismi yurak arteriyasidagi muammolarda 45 marta o'qiladi. Al-Mughni behojat qiluvchi ismini 1131 marta aytish bilan asab xastaliklariga shifo topish mumkin. Al-Jabbor oliy qadar, ulug'. Uning oldida o'zgalar o'zini xor tutadi. Ismi arteriya va qon tomirlaridagi muammoni bartaraf etish uchun 237 marta o'qiladi. Al-G'ani behojat, uning hech kim va hech narsaga hojati tushmaydi ismi bosh og'rig'idan xalos bo'lish uchun 1091 marta o'qiladi. An-Nur o'zi zohir va o'zgalarni zohir qilgan ismi ko'z og'rig'ida 287 marta aytiladi. Ar-Razzoq ko'plab rizq beruvchi ismi oshqozon og'riganda 379 marta aytiladi. Al-Hay tirik, u tirikdir, ya'ni Allohning hayoti abadiydir ismi buyrak bezovta qilganda 49 marta aytiladi. Al-Bar ulug', yaxshilik qiluvchi ismi qand kasalligida 245 marta o'qiladi. Al-Muhaymin hamma narsani qamrab oluvchi ismi revmatizm kasalligida 176 marta. Unga sabab bo'luvchi bo'qoq bezi kasalligida Al-Qoviy quvvatli zot ismi 147 marta o'qiladi. Alloh taoloning Al-Hafiz har bir narsani komil muhofaza qiluvchi ismini 1512 marta o'qish bilan yuqori qon bosimidan xalos bo'lish mumkin. An-Nofi manfaat beruvchi ismi jigar xastaliklarida 232 marta o'qiladi. O'pka kasalligi yaratuvchining Ar-Razzoq ko'plab rizq beruvchi ismini 339 marta o'qish bilan tuzaladi. Shuni unutmangki, har bir dardning davosi avvalo Allohning izmidadir. Uning nafaqat o'zi, balki tabarruk ismi ham dardimizga shifo ekan. Keling azizlar, bu ismlarni yod olib, yaqinlarimizga ham ulashaylik.